Bu tandirdan yangi chiqqan Redmi 17 smartfoni eng qiziq joyi Xiaomi kompaniyasi 16 liniyani shunday chopib 15 dan 17 ga sakrashdi. Qiziq savol tug'iladi, to'g'rimi? Hammaga assalomu alaykum. Men ismim Sarvar, YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan Redmi 17 telefonini bitta ko'rib chiqamiz. Nega degan savolingizga javobni ikki xil versiya keladi. Birinchisi bu Xitoyliklar oldin 13-raqamdan qo'rqadi degan teoriyalar yurardi, YouTube'da videolar yurardi. Liftga chiqsanglar 13-raqam bo'lmaydi, uylarda nomerda 13-raqam bo'lmaydi, 13 yosh ularda yo'q degan gaplar bo'lardi. Har xil yoki 13-rayon bo'lmaydimi degan. Men tushunishim bo'yicha Xitoyliklar endi 16-raqamdan qo'rqishyapti. O'sha uchun bitta sakrab o'tib ketishdi. Bu flagman model Xiaomi'da ham bo'ldi. Xiaomi 15 tadan keyin sirazi 17 ta chiqdi. 15 ta haqida video qilganman, havola bu yerda chiqadi, bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Ikkinchi versiya bu ancha kulguliroq versiya va haqiqatga yaqinroq ham. Xitoyliklar Apple'ga yetib olish uchun hatto raqamlarda tezroq harakat qilish uchun g'irrom yo'liga o'tishdi va 15 dan 17 ga o'tib olishdi. Xiaomi 17 Pro Max ham mana ko'rdik. Xitoy berdi bizga. Sirazi iPhone 7 Max dan keyin. Xo'p, yana bitta muhim joyi, bu telefon Xiaomi 17 emas, bu Redmi 17. Bularda orasida farqi bor. Chunki Redmi bu ancha issiq versiya, ya'ni tez sotiladigan arzonchi klass hisoblanadi. Xiaomi flagman bo'lganiga uni narxi o'rtacha $900 atrofi bo'ladi. Buni narxi esa hozirgi kunda $195 atrofi, $200 atrofi bo'lyapti. O'shanga bularni adashtirmanglar. Redmi 17 bilan Xiaomi 17 bu boshqa telefonlar. Xo'p, endi telefonni bitta ko'rib chiqamiz. Men o'zim ham hali ko'rmadim. O'zimga ham juda qiziq. Eng qizig'i bu telefonda xo'p 4 ta rangi bor ekan. Har doimgidek bazaviy qora, deep blue, ya'ni chuqur ko'k, 17 Max ham xuddi shu rang bor edi. Keyin purple rangi bor ekan. Eng hadoyi hozirgi kunda ham yashil, mana bitta o'zi korobkalarda ham ko'rsatgan. Yashil rang bo'ladi. Orqasi chiroyli ekan deydi. Undan keyin men ham ko'rdim, shu orqasi zo'r ekan desam, hamma narsani ham orqasi chiroyli bo'lavermaydi deydi. Yaxshimi shu? Telefonimizda mana bismillahirrohmanirrohim. Mana men rostdan birinchi marta ko'ryapman. Opa. Haqiqatda boshqacha ekan. Yo'llari plastik korpus bo'ladi bularda, lekin orqa paneli voy. San'at asari bo'lib yotibdi-ku. Bu yashil rangi. Eng hadoy AOGmi? AOG green degan rang ekan. Hozir men aytaman sizlarga. OAK green, lekin juda chiroyli chiqibdi. Xitoy chopadi deymiz-ku, lekin dizayn bo'yicha men o'ylayman, telefonda to'g'ri o'rganganmiz, iPhone nima cho'zinchog'iga-ku, no cho'zi krasota. Men Redmi ishlatgan paytlarim esimda, birinchi telefonim Redmi bo'lgan. Mazza qilib ishlatganman-da, o'tib prям chiroyli chiqarar telefonlarni. Hop, endi buni korpusiga keladigan bo'lsak, o'sha biz bilgan plastik korpus, IP65 changga qarshi himoya, narxiga yarasha hamma narsalari chotki. Telefonning og'irligi 232 gram. Tushunishlik uchun aytaman, 232 gram bu og'ir o'zi. Chunki iPhone 17 Pro Max adashmasam 240 qanchadir gram chiqadi. Bu 232 gram ekan, lekin qo'lingizda og'ir ощущение bermaydi negadir. O'zi Androidlarda shunaqa, hamma Apple olgandan keyin qanaqadir og'ir deydi. Uncha og'ir emas. Bu 232 gram versiyaga, regionlarga qarab gram o'zgarishi mumkin ekan. Chunki qaysidir LTE, qaysidir 5G turar ekan chipi. Regionga qarab 210 gramdan 232 gramgacha o'zgarar ekan. Bu nega desanglar, regionga qarab qaysidir LTE, qaysidir 5G bo'ladi va regionga qarab qaysidir AUX porti bo'lmasligi mumkin. Jack porti. Men o'qiganimda telefonni hali ko'rmadim, ochib qo'limga olishimdan oldin ssenariy yozayotganimda qaraganda men o'qib chiqmaydi deb o'yladim. Ha, ko'rib. Razmeriga keladigan bo'lsak, telefonni razmeri 17 sm bo'yiga, 708 cm eniga ekan. Qalinligi bo'lsa 808 mm, почти 1 cm qalinlik desa ham bo'ladi. Qo'lda unaqa qalin bo'lmaydi. Endi, конечно, komplektda chexol chiqadi. Chexolni taqqanimizdan keyin menimcha yaxshigina qalin bo'ladi. Chexolni ham ko'ramiz. Odatda arzonchi versiyalarda prozrachniy chiqadi, not versiyalarda qora chiqadi. Ko'ramiz, bunda ham prozrachniy chiqdi. В целом нормальный, Redmi'ning o'ziniki. Keyin yana bitta muhim faktor, bozordan telefon olganinglarda endi bo'ladi hozir. Bo'g'usi bo'lishi qiyin, mana shu iyul, avgust oylarida bu narsa bo'lmasligi mumkin. Keyinchalik olganinglarda ehtiyot bo'linglar. Ko'pincha Androidlarni eskining qilib sotayotganlarda chexol boshqacharoq chiqadi. Ko'rib olinglar, Redmi'ning chexoli mana shunaqa bo'ladi.
Yo'dwi Note versiyalarida qoraroq bo'ladi. U haqida Note versiyadagi videolarimizda yana ko'rsatib o'tamiz. O'sha payt bu notifikasini qo'yib yuboramiz. Xo'p, chexol taqib ko'ramiz. Keyin yana bitta muhim joyi, zavodskiy chexolda juda qalin bo'ladi va ekranga bo'rtib chiqib turadi. O'zining ekranidagi mana shu kichkina plyonkasi bilan stik keladi-da. Shisha qo'ysanglar ko'taraveradi bu. Biz o'zimizda ham praktikadan qancha o'tgan, nechta shishalarimiz ko'tarilib olgan. Xo'p, telefon в целом yaxshi. Keyingisiga o'tamiz. Men o'ylayman telefon 10 dan 8 ga bemalol tortadi. Sababiki bu endi 10 dan 10 bo'la olmasdi va bu arzonchi smartfon. No, mana bu yonga qayilib chiqqan ramkaning ingichkaligi. Endi plastik korpusligi ham minus 1 ochko qiladi. No, kamerasining oldida charxlangan tillarang ramkasi bor-da. Juda boshqacha joziba beryapti. Men eng katta balli shu orqa krishkasi uchun qo'ydim. Bu yashil rangiga. Qolgan ranglarni yana ko'rib, yana ularni ko'rib chiqsa bo'ladi, men o'ylayman. Lekin yashil rangi shu one love bo'ldi. Endi bu yashil deydimi buni? Bu oq green deyapti, yoni ramka boshqacha rangda. Orqasiga bitta boshqacha plyonka taqsa bo'ladi, telefon titan bo'ladi, qoladi. Ekran 6.9 dyumli LCD ekran, 120 Hz. Men o'ylayman 120 Hz bu telefonga juda zo'r va yaxshi. Gorilla Glass 7 shisha turadi. Gorilla Glass 7 endi nima desanglar, ekran sinmasligiga, qirilmasligiga. Bu telefonlarda baribir endi nima deymiz, xalq bob nozirroq bo'ladi. O'shanga ekranga har doim zashita, broniy plyonka qo'yib yuringlar. Keyin ramkalari qalinligini bitta o'lchaman degan ekanman. Xo'p, mana ramkalari qalinligi men ko'rdim ekran yonida birinchi marta. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Ramkalar qalinligini juda qalin. Endi Honor arzonchi $200 telefonlarni ko'rsanglar bu darajada emasdi ramkalar. Ramkalarda nimadir qilsa bo'lardi, lekin hozir bunga yana to'xtalamiz. Endi fishkasiga kelamiz. Fishkasi buni batareykasi 7,5 milliamper soatiga bunda batareyka turadi. Buni katta korobkasiga ham yozib qo'ygan Redmi. Korobkasiga yozildi degani bu telefonni fishkasi o'sha eng zo'r, eng kuchli joylaridan bittasi degani bo'ladi. Men o'ylayman haqiqatda eng kuchli joyi, chunki $195 atrofida xuddi shunaqa 6-7 dyum yaxshi dizaynda buni konkurensiyalarida men o'ylayman 7,5 mingtalik batareyka yo'q. Redmi batareyka uchun chotki telefon, chista Yandex bosadigan joyi. Tak baraballar, protsessori kuchga to'lgan MediaTek Helio G91 Ultra protsessori turibdi. To'g'risi men telefonlarni xalq bob qilib tushuntiraman ko'proq. Shu uchun aytaman, 120 Hz bor, taka o'yinlarga tortadi. Uni babi Yandex uchun bu telefon aslida. Ya'ni ishlatadigan odamlar uchun. Yandex deganda faqat Yandexga tushunmanglar. Yandex o'sha bersa, qolgan ishlarga ham yaxshi, misol dokumentalkalar, maktabda misol kundalik ko'mga kiradigan o'qituvchilar uchun zo'r. Kamerasiga keladigan bo'lsak, kamerasi 50 megapiksel orqasiga katta qilib yozib qo'yishgan. HD da 60 fps yozadi. Bu degani hozir kameramizda yozadi. What? Hazil. Endi baba iPhone dagi yoza olmaydi. Bu Redmi boya aytgandek, uning kuchli tarafi batareyasi, lekin flagman Xiaomi telefonlari Leica kamerasida rasmga olishi, videoga olishlari ancha kuchli. Agar qiziq bo'lsa, kommentda yozib ketinglar. Imенно Xiaomi 17 Ultra qaysi biri haqida ma'lumot ko'proq qiziq bo'lsa, aytsanglar misol, yoki Android flagmanlari orasida qaysi biri eng zo'r kamerasi bo'yicha aytinglar. Biz o'shani olib kelib obzor qilamiz. Keyingisi xotirasiga o'tamiz, chipiga. Xotirasi 128 GB dan 256 GB gacha bo'lyapti hozirgi kunda. Operativniy xotira bo'lsa 4 ga 128 va 6 ga 256 xotirali bo'lyapti. Operativga 4, 6 bo'lyapti. Lekin korobkada katta qilib yozib qo'yishgan. 8 GB bizning operativniy xotira deb. Bu 8 emas-ku, 4 ku deysizlar. Redmi'da shunaqa joyi chiqqan. Operativniy xotira qo'shsanglar bo'ladi. Endi bu qanchalik qo'shiladi bilmadim. Bu o'ylayman marketing, chista marketing. Chunki xotiralarning narxi oshyapti. O'zi bu telefon ham Yevropada $250, ya'ni €250 atrofi sotiladi. Bizda $195 atrofi. Bu bozorga minusga kirib keldi bizga bu telefon. Ya'ni o'zida narxdan minus qilib sotyapti deyishyapti ko'pchilik. Endi конечно, unaqa dizayn qilgandan keyin, xotira chiplari narxi oshgandan keyin bu normalniy. Xo'p, o'shanga xotirasi 4 ga 128 va 6 ga 256, operativga qo'shsanglar bo'ladi. 4 8, 6 ni 12 qilsanglar bo'ladi. O'ylayman bu yerda sporlash kerak emas. Bularga 256 o'zi zo'r xotira. Narxlarga keyinchalik yana to'xtalib o'tamiz. Xo'p, Paitoga keladigan bo'lsam, telefonning pluslari, men o'ylayman dizayni, batareykasi va narxi, minuslari ekrani, kamerasi, selfie kamerasi. Endi buni ishlatadigan odam selfie kameraga ko'p ish tushmasligi mumkin, hatto Face ID'larda o'tish hisobga olmasa. Plusi men o'ylayman ko'p, 10 dan 8 ball dizayniga, 10 dan 8 ball telefonning o'ziga ham. San kimsan ball qo'yadigan desanglar, men Xiaomi do'konlari
Xiaomi meniki emas. Hazillashdim. Sen kimsan bal qo'yadigan desanglar, men Firstify do'konlari asoschisiman. Dobriyligimni ham ochiq etaman, o'zimdan kimdir yasa olmayman. Nega deganda do'konimizga kelib, bemalol gaplashib, smartfonlar xarid qilishinglar uchun. Smartfon narxiga keladigan bo'lsak, narxi $195 bo'lyapti. So'mda 2.360.000 so'm atrofi bo'ladi. Bu 24-iyul holatiga ko'ra. 24.07.2026. Telefonlar narxini qayerdan bilyapsan deyotgan bo'lsanglar, bizda Telegram kanalimiz bor. Bemalol o'tib obuna bo'lsanglar bo'ladi. Videoni tagida silka qoldiramiz. U yoqda har kuni yangi narxlar yangilanib boradi. Bemalol o'zingizga kerak bo'lgan gadjetlarni, smartfonlarni ko'rib tursangiz bo'ladi. Redmi, Samsung, iPhone, Xiaomi, Honor, undan tashqari gadjetlarning narxlari har doim bor. Sizga qiziq bo'lsa, obuna bo'ling. Undan tashqari yana bitta plusi, Telegram kanalimiz endi ochilgan munosabati bilan hozir 20 tacha odam bor edi bu video qo'yishdan oldin, to syomka qilayotgan paytda. Birinchi 1000 ta odam bo'lishi bilan mana shu telefonni podpischilarimiz orasida, obunachilarimiz orasida bitta o'ynab olamiz. Agar sizga shunaqa qiziq telefonlar va narxlari kerak bo'ladigan bo'lsa, kimga murojaat qilishni bilasiz? Sizni ko'rganimizdan har doim xursand bo'lamiz. YouTube'imizga ham obuna bo'ling va keyingi telefon qaysi bo'lishi haqida komment bitta yozib keting. Qaysi telefonlarni qilinglar? Biz qaysi modeli sizga qiziqligini bilishimiz kerak. Shu uchun fikrlarni kommentda kutamiz. Bizga obuna bo'ling, like bosing. Yaqinlarga ulashing deymiz. YouTube'da bu stereotip uncha rivojlanmagan. O'shanga bosib komment yozsanglar xursand bo'lamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha